küldeşlimen yorgulaydı işigim Moğimen küldeşlimen işigim isil canvar helen derler şahimen işigim isil canvar helen derler şahimen şahimen Ben derine esayım Gümeydoyum menem derdim Ayrılıp giteydi Hey canavar, hey canavar. Biz şehirge kirmey turup yol üstüde iki ulug' zatga yo'liqdik. Ahvoldan qaraganda ta'limiz o'ngdan keladigan o'xshaydi. Qachcho! Voy. G'azani jiqraqdan avval qildim ekan. Qo'sig'im bearam bo'lib ketyotdi. Ey hakim hocam, nafs yaman, etti ülüdü deganni anlamagan bitile. Toymariki bo'g'ayada o'zlarim hamma narsani qo'saqqa tiqiladilar. Shunday emas. Sizlarga tillar zahar ekanda. O'zlariga meni tilim emas, baloy nafslari zahar bo'lyotdi deyman. Assalomu alaykum qo'jilarim. Bu yerda turishib qoplig'i. Alaykum assalom. Hey birodar, meni otdan tushirib qo'ygana, qo'zig'im bulanmayotdi. Voy. Begim, otga minadigan vaqtda otdan tushishni o'ylashmabdi kalada. Hey Abdal, chopsam bo'l. Tez bo'l deyman. Voy. Mana hozir hocam, yorib ketdim ha. Voy. Astagfirullah. Hey, bugün otdan tushirib qo'y. Voy. Mana begim. Begim, Abdal degandan mana sizlarga o'xshash Ali xurjini bo'ladi. O'zlari qo'saqni to'yg'izib, xurjinni to'shqizib, ish qog'inni belvaqt chigitlar. Ey nadar zahralık, qo'saqdiki rizq, xurjundiki yo'lliq, belvaqtkisi zalla. Mana endi o'zlari popla bir lamzalla. Ağzını yum, lamzalla senden artık bulandı. Voy. Oyağını o'zini chopsang bir xoliyaga opamizlar. Iliq chiqib ketsin. Ana oyaga. Chopsang. Yo'lovchi birodar. Men o'zlarini hech qanday joyda ko'rmabdikaman. Men bir jahon kashta odam. Yurt ko'ray, shahar ko'ray deb keldim. İsmi shariflari. Nasriddin Axun. Nasriddin Axun? Begim. Qani.
Begim, özleri imandak iğir. Qosaqdaki yükni tek tüküp olmagan uşmamla. Nima? Sen meni iş bağırımdan hemmesini töktürüp ölsün demse, çapsan bol. Ya begim, sizi iş bağırlarını tökkenge ölmeyla. Toymaydıgan balayı nefsleri bilen Hızaden ürgan şeyla. Oy. Kana canavar mağayla. Tutsa. Sen bize anlayan Nesrin Efendi bop kamığı yana. Efendi? Begim, nesip olsa yine bir kıtım görüşüp kalamız. Eyleki yani şu efendi diyen şüphelendiken de. Hani merhamet. Özlerini gelsin, özlerini gelsin. Bu yalan döşüne teyzemli bir iş lazım. Yani şu Nesrin Efendi. Hani? Bela bir dur. Hani öz ricağınızı iniqroq sözden çok. Ana hal aytgandek bizde bir yaxlit qilishlik tegishlik 3 dava bor. Shu davalarni so'rab bir taraf qilishni Efendiga yuklaymiz. Albatta ol mutham bu tadbir sinog'imizdan o'tanmay el jamoat oldida sharmanda sharmisor bo'ladi. Andan o yurtimizdan qo'g'linadi. Hay, qaysing ba? Hoş begim. Begim. Efendi degan nereden bo'lsa tepkilish. To'xta. Putqulini yerga tekkizmay, huzurimga keltirish. Hop. Efendi degan jinmi yaxshi hayotimi? Degandan bir izda bir bağlımız qolmadi. Endi meni zot et. Mahmudligim qolmadi. Birden eyvallah. Voy, canım. Hey. Oldumuzda çayxanı bardak kılıdı. Bir piyaldın usuluk içeyim. Bir az armanaydım. Mana, Xudoyim sizlarning yo'ldan qisqan bilan tandir qismaganda. Çoğunun kara çağlı. Silik okşaş. Hem siz bop gelişten Xudo saqlasın deyme. Nima? Ustam bir çaynak çay ekmesle. Ma'qul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey. O yerde biz durdu. Nesrin Efendi bu kamsı yana. Hey canıva, hey canıva. Hakim Mekkimizin tüven derecelik dosturun seni yoklap kepti mi, değil mi? Ha? Özleri. Nesrin Efendi bulamlar. Efendim bolamla. Hoş. Eğer ben Nesriddin Efendi bolsamçı. Hakim begim özlerini nereden bulsa tepip. Qo'lini yaktak tuzmay, akilinglar degan. Şunda. İkkinlar beni suda üzdürüp aparamsizlar yoki havoda uçurup aparamsizlar. Nima deydiganda? Seni suvda uzdigan beliq, havoda uchadigan lochin bo'lmaslar. Nima deb jolib yuringlar? Mas'ul deyman. Hep belli. Sen xeyli g'araz biladigan tursan. Qani, tapaqqina. Sizlarning ulug'inglar Nesriddin Efendining putqulini yerga tekkizmay akal davassa, men qandaqmi ulug'inglarning amr farmoniga xiloflik qilib, yerda dastlab borman. Meni yutib apasanglar bo'larmiki? Ha? Hey, brother.
Putum yerge tegmesin. Uktun mu? Putum yerge tegmesin. Şunda, doğru. Birader, işigim senden nang yaxshi ki. Dur birader kesle. Onun tayya işini tutsa. Ne bileyim ben yedim kızla. Doğru. Ahmakның aklı düştüyken derken, sizin aklınla emdi kepken de adaş. Nesir efendi. Sili yenili işek meni vasla. Silini yüdüp men işte. Menenden işek yakçırak. İşek yakçırak. Putum yerge tegmesin. Uktun mu? Putum takat yerge tegmesin. İsinglardan çıkamanglar. Rastay sen birader. İşek ki mingen, sana mingenden çık rahat. Şunda kumay. Kesle. Bunu alsa. Aman. Çabuk tamladı. Hey canım ha. Qandaq, işigim senden yaxshi mı ki? Efendi, Efendim. İşigim yasağla olan peygi geçişi vardı da. Beni efendim. Emdi düşle. Hemen düşle. Nima? Amasa putumni qanday qilaman? Nima? Kasle. Efendim düşle. Hocam. Bu nima karamet? Bu nima alamet? Nasriddin efendi ulug'larning amri farmoniga itoatmanlik bilan bo'ysunib, put qo'lini yagi takkizmay huzurlarga yetib keldi. Taqdirlar, jamoat muntazir bo'lib qoldi. Peqiriga nima xizmatlar botdi? Siz özünüzü bekmi bilermen sanap, nadallığınızı gerdenge almay, bekmi gadi bürgideksiz. Siz hazır muş sorundu kütüp durgan 3 davanı sorap, adil ve haqqan hüküm çıkarışınız şart. Undaq bolmaganda, sorak birden tartip düşürülüp, yüzünüzü qarı sürkülüp, işekki tätir mindirilip, yurtumuzdan heydep çıkırılısız. Mengi qayt kilemeysiz. Xo'p, men qabul qilaman. Biroq bir shartim bor. Qandaq şart? Agar da'vo to'g'ri so'rilib, muvofiq hukm chiqarilsa, heliqidek oqibat har birlarining beshiga keladi. Qanday rozi bo'lishinglar? Biz razı. Cezanı qabul qilamiz. To'g'ri, biz razı. Cezanı qabul qilamiz. Undaq bo'lsa, ahdinomidan birini putayli. Mana bo'ldi. Kenemesi efendim parmağınızı besen. Undaq bo'lsa, bu ahdinomaga har ikkilarimi barmoqlarini bassınlar. Endi Qazi efendim nöbetçilik geldi. Efendim parmaklarına kes. Özür kelsin. Hakim hocam, qani özürüm merhamet. Qani. Qo'llarni akasizlar. Mana. Yana bir shartni qo'shib qo'ysak, kimki ahdinomaga xiloflik qilsa, 500 tilla jarimani qo'yiladi. Bu Bunu da koşup koyayım. Mana.
Mana endi bo'ldi. Cemaat, bu tuzilgan ahdnomaga asosan men hozir qoziliq huquqimni yurgizman. Qani, hozir buni kiyimimizni almashtirib olaylik. Nima? Bu Bismillahirrahmanirrahim. Sizlar menga sodiqlik, ya'ni rostchilik bilan javob beringlar. Pekir, mayli da'vogar, mayli javobgar bo'lsin, ularning nahaq quturib qo'yishiga yo'l qo'ymayman. Bu ahmoqona gapni anglang. Hech kim uqtirmasa, qandoq so'roq bo'ladi? shuni demamla. Men so'roq qilganda javobgarmi, da'vogarmi o'xshashlar futurib qo'yapti. Taqsir, buning sababi da'vogardimi, javobgardimi? Sizlarga berdigan narsaning yo'qligida. Ot da'vogarlari, bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Ot meniki. Bu ot meniki. Meniki. Meniki bu ot. Meniki deyman. Bu ot mening. To'xtanglar, oldi bilan dehqon so'zlasin. Qozi efendi, bu bir xumper, kazzab, töhmetxo'r nimikan? Bir kuni men cho'llik ketib boratdim. To'satdili bu. Biroq bu yüzsüz shahar darvosidan kiribla ot mening davoldi. Yaxshilikqa yomonlikmi? Xudoyim o'z guvoh, taqsir. Aslida ish buning aksicha. Bir kuni u shahar kirilibla, ot meniki devilib bordi. Yo'q, bundoq emas. Bu ot meniki. Yo'q, meniki. Meniki bu ot. Yo'q, meniki. 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 Bu ot meniki. Ot egilleri so'zlab beqinglar. Har ikkinglar ot meniki deysizlar. Zodi bu otni qancha uzun baqdinglar? 3 yil boqqan. Iskijin. Ot bir, igi ikki. Ikkinglar meniki deysizlar. Lekin buningga guvoh isbot yo'q. Allah guvoh taqsir. Allah guvoh taqsir. Allah guvoh taqsir. Allah guvohlikdan o'tadigan bo'lsa, shu an sharmanda bo'lasizlar. Menimcha eng yaxshisi bu otni hokim begimning eg'iliga kirgizib yutayli. Shu yerda nurg'un otlar bor. Shu qatorda jinini jon assin. Albatta, bu mu bo'ldigan char ekan? Alhaq. Pekirmi shundoq o'ylagan edi. Hay, qaysing bor? Hop, xo'sh begim. Bu otni akirib, eg'ilga bog'lab qo'y. Ma'qul. Aka.
Efendi, bu qandaq hüküm oldu? Efendi, meni oğurdan qutuldurup, qaraqçıq tutmadılar. Ağzını yum. Bugün kimiki qazının hükümüge qarşı çıkın iken, özünü zindanda gördü. Bilişinglar kerak ki, bugun men asldagi Nasriddin apandi emas, balki men qozi. Shundaqmi qozi xonim? Shundaq. Qazo xonimning hukmini ijro qilish kerak. Taqsir. Bu qizil ko'z mutahamni rosa jazolab berishini so'rayman. Men bo'lsam bir mo'min musulmon, obro'li savdogar. Yo'q, taqsir. Bu mutaham oldin az quvatudu. Bu yuzsiz, nomussiz o'g'ir bulanchi yolg'on. Yolg'on. Aka. Bo'ldi qilinglar. Man qaranglar. Qog'ining ovozi ba'zi vaqtlarda bulbulninkidinmi yuqori chiqadi, biroq uning yo'lliq bo'lishi natoyin. Ikkinglar oldirmay bir-birlab so'zinglar. Qani. Taqsir, menday. Hazretleri. Men aldaday. Bir kuni men onun dokunaga yağa qilib ağatdım. O mening haminim tatvamoqchi oldu. Men onu beremdim. Qarsla, hamiyan yeli mening qo'limda. Yo'q, taqsir. Ish butunlay buning aksicha. Mana shunday qilib, men uni tutib oldim. Aka, aminim qaytirib bas. Yolg'on. Aka, Mening aminim. Aka, Bo'ldi qilinglar. Bu hamiyon birli tursa, igisi ikki tursa, har ikkinglar meniki deb vassanglar. Hamiyon o'zi yo gap qilanmasa, o'zinglardan boshqa guvochi bo'lmasa, bu to'lama chigish da'vo ekan bu. Ben demedim mi? Çin geldi bunadanga. Şükürler, onun davası da hikmet badaq qılıdı. At davası da mı? Qani hamiyon ekaninglar. Belle, endi buni shariatning peshvosi adolatlik qozi oxunimga taqdim qilamizda. bu qandaq hukm bo'ldi? Qandoq gap bu? Ishkinglar, qaytinglar. Qani? Yenge, sizning qandaq da'voyingiz bor? Qani so'zlang. Efendi, ben bir sehralık tulxutun. Fakat birli kızım battı. Biz anı balı işkimiz ömür boyumuz qallap çıqqan pulumuzga kızımның toylığı atab bircik dilezik soqturğan. Tünürgen keş bir sarayda qonuğandım. Sizlar üçünglarning ichida qaysinglar bu nomussiz ishni qildinglar? Ben oğur emas. Men emas. Sizlar men o'g'ri emas deydiganga qandaq isbotinglar bor? Xudo. Ben kichikgina bir ish uchun Xudoni avvar qilmayman. Heligo sizlar 3 odam bo'lib qopsizlar. 30 odam birlashib bir taqa oltinni o'g'irlab olsanglarmi, Xudo ündümey turaverdi. Bir varaq oq qog'oz. Mana taqsir. Qog'ozingiz pok, gunohdan xoli oq qog'ozdir. Shundaq taqsir. Tova, hokim makimisidimi? Halol narsa bo'larmish.
Bismillahi ismi ya Gavsul Azzam ya Fattah. Günahı kabir ötkazganlarni jazoga mustahiq qilg'aysa, saqlana oppoq saqlamaysa. Sizlar pokmi? Tarat og'ammi? Tarat ağam. Chiroyinglardan qaraganda Tarat og'andek qilisizlar, ishengili bo'ladi. Bugun bo'lmasa, tönügün bo'lmasa, ülüş gün, hech bo'lmaganda, yetti bo'lsa-mu, bo'yinglarni suvga sag'ansizlar. Xo'sh, qani anglab turinglar. Mana bu duoyi takbir o'qilgan, durud bilan dam urilgan muborak qog'oz. Buni yuraginglar ustiga qo'ysizlar. Bu tavarruq qog'oz har biringlarning o'g'ri emas, to'g'ri, halol musulmon ekanliginglarni isbotlab, sizlarni to'liq oqlab berdi. Velohi olam bi savob. Efendi, bu işin aşırı çokum bir soğuru tursa, qanday qilib bular aqlanadi? El haya'u minel iman. Ayol taipenin erkek zatı aldıda nameşru sözlüşü caiz emas. Sizlar bu qog'ozni suyib, ondan ko'ksinglarga besinglar. Qani. Endi qo'yninglarga selinglar. İnşallah bu tavarruq qog'oz sizlarga xotirjamlik epkagay. Allohu akbar. Yasavul, xo'sh, bu yoqqa. Hoş bir güne. Bu üçeylarni ayrim xonlarda nazarband qilib qo'yinglar. Ma'qul. To'xtanglar. Bir muhim ogohlantirish bor. Qog'ozlarning karomati shuningdan iboratki, kim haram qulluq, nomussizlik bilan bu bo'lakzikni o'g'ilgan bo'lsa, uning qo'ynidagi qog'oz o'zligidan asta uchlik uzrab ketadi. Bu mo'jizadan ogoh va xabardor bo'lgaysizlar. Efendim alcıvatamda nime? Qog'ozmi uzramda? Pekirme anlap bakmam tükenme. Ahire nereden çıkarken tam? Meningcha ot davosi adil bir taraf qilindi. Emyan davası mı to'g'ri hal qilindi? Meningcha oldingi da'voga obdan hukm chiqarildi. Ot talashchilar qaytib ketsin bola. Har kimning o'z ishi bor emasmi? Tirikchilikdan qilib qolmasin. Alaq. Ama o yağıcı, ellop diyenler vaktini avar qilmay o'z yo'llari qiralan bo'g'ay. Taqsirlarim. Aldirash shaytondan, savri rahmondan. Ahtinomini astin chiqolmay ozroq savr qilishala. Yasavul, xo'sh, bir kassada issiq aka. Hop. Hamyanni beralimiga? Eli özleri emyanni pekir hüküm qilib, bana bagaytliga. Endi bu qanday bo'lgani? Qazoqnim, o'zlari ahli ilmiy odam. Shariat hukmini o'zlari biladilar. Şeriatda kim birovning narsasini elib olsa, qo'li kesildi deb
aytilgan. To'g'ri. Shariatning hukmi vojib. Marhamat, hamyonni basila. Yağmurlab chiqdi bu. Bu nimani tushundirdi? Yasavul, xo'sh. Avu allopni tutinglar. Xo'p, hokim begim. Qozoqim. Bu hamyon sening emas, yog'chining. Qara, hamyonning tishi yog'lishib ketgan. Suv yuzigimi yog' donchilari o'rlab chiqdi. Agar hamyon sening bo'lsa, suv yuziga yog' donchilari o'rlab chiqmay, un kepak to'zonlari o'rlab chiqqan bo'ladi. Qani ko'rib beqinglar. Qani? Yo'q, hamyon meniki. Bu adolat bo'lmadi. Unda bo'lsa, bu hamyonning ichida qancha puling bo'lyapti? Men aldirashliqda aniq sanamaptiman. Ishim to'la odamman. Qani, Said baqa. Xo'sh taqsir. Hamyonimda 3 tilla tanga, 21 kumush tanga, yana 10 necha mis tanga bor edi. Bir tal, 2 tal, 3 tal. Mana bu suning ichidagi 3 tal tilla tanga. Tillani biri meniki. Qog'oz ikkisi kimniki? Jamoat, hozir ish oydinlashdi. To'g'ri, bu yerda 21 kumush tanga, 15 mis tanga bor. Demak, bu hamyon yog'chining. Qani, Rahmat sizga. Efendi, qolishganchi bu? Sizga rahmat. Bo'ldi. Hozir efendidek bo'lsangiz, haqiqatan chiqmagan bo'ladi. Sizga ko'p rahmat. Yasavul, nazarband qilingan 3 erkakni olib chiqinglar. Ishbach quruq qog'oz. Davoni rastla hal qila olsa, mushu topdilar saqalimni kesib beraman. Qozoqonim, sizning bu tavarik soqollarini kesish ojatsiz. O'zlari qo'l qo'ygan heliqa ahtinam bor emasmi? Faqat shu bo'yicha ish qilsaq bo'ldi. Albatta. Albatta. Hakikaten ağzını nes bastı. Açtı. Toda. Entra. Qandaq. Sizlar uchunglar pokmi? Xudoyim guvoh. Ilohim, bo'g'aysizlar. Amsa, heliqa tavarik qog'ozni chiqaringlar. Siz qog'ozni chiqaring. Sizning qog'ozingiz. Jinoyatchini tutinglar. Men o'g'ri emas. Xudo guvoh. Sen qandaq dalil isbot bilan o'g'ri deysan buni? Qozoqonim, mana bu qog'ozning qisqarib ketganligi o'g'ri ekanligini isbotlaydi.
Bayatdan beri kimdiki maram qo'lliq bo'lsa, uning qayg'isi uzrab ketadi degandilar. Mening qayg'izim hammadan qisq tursa, men o'g'ri bo'lamdiman. Shu emasmi? Bunun söz yo'qliq. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Mana bu pak qog'oz bekodan beka uzarmaydi va qisqarmaydi. Bu o'g'rining yurigining pokligidan emasmi? O'zining o'g'irligini yoshish uchun bu qog'ozni üçlük kesip etkensin. Eğer sen 45 deri yeymen desen, oğurluğun bölezikini çıkar. Urula! Kapsıram sen yok! Yo'q, men qaytirib beray. Mana o'g'ri yolg'iz malla emas. Ondaq bolsa, sana kim şerik olgan? Bilezikning purug'ini bilgan mavi. Men faqat qo'limni ishq soldim. Yana mami bor. Hep belli iş emdi iniq oldu. Bilezikni bu ayal özü alsın. Yaydıgan 45 derini üçünla ölüştürüyordunlar. Kene yenge. Rahmet sizlarga efendim. İlahim bana yaşlı kirgeyla. Amin. Allahu Ekber. Bilezikni yana o'g'irga oldirib qo'ymaydisiniz. Ishik to'niqlaringizni chinroq etib yeting. Cho'ng o'g'irlardan pahas bo'ling. Qizingizning to'yini balduroq qilib yeting. Yerime yaxshi bu bilezik kichik tecrübesiz o'g'irlarning qo'liga tushib qopti. Agarda tecrübelik o'g'irlarning qo'liga tushib ketgan bo'lsa, bu bilezik bu chaqqa zagoning o'chig'ida erib ketgan bo'ladi. Endi en ahırda at davasını iniqlab çıkımız. Efendim, at davasının hükümü başta çıkarılıp olgan tursa, yine nemi gap? Begim, bunun azırak koyruğu var. Olcum adamsız. Hüküm degen birle buludu. At Allah kaçan menin eğilimge kirip olgan tursa, yine nemi kuyruğu bolsun? Ey hakim begim, kirgen at qaytıp mı çıkalaydı? Bu ne? At özü benim diyorsun. At dava soramdı. Eğer at dava sorsa, kazı nemiş kılıdı? Hayvan dava sorsa, hakimning nima haceti? Muşunu üşülü bunu bu yerden kovlap çıkırış gerek. Şehirden qo'g'lab badar g'aymardir qilmoq lozimdir. Hay hay, tahsirlerim. Sal sabr qilishsizlar. Jindek öpkülerini biz şivasılar. Men hozir vaqtli qozi. Men avval bu davani bir taraf qilay. Ehtimami bo'yicha qaysimiz qo'g'lanib chiqamiz, buni shu chaqda ko'ramiz. Cemaat, tiniş. Hazır at davasını soraşını davamlaştırıyoruz. Bu at qaysinglarninki? Meniki. Zade qaysinglarning, ha? Albatta meniki. At bir. İkisi iki. Emese at yüzü sözlep baksın mı?
Atlı zuvan bolmasa. O degan tutluq hayvan tursa. Nasir, ba'zida ikki putluq zuvoni va do'tlardan 4 putluq hayvon yaxshiroq. Sizlar ikkinglar menga agishib eg'ilga borsizlar. Qani kimki otning so'zligini anglamoqchi bo'lsa, menga agishmangsin. Müşahede toxtanglar, toxtanglar. Ey canıva, ey canıva. Qara seni. Sen hakimning dövlətində padişahның yaxşı mehmini bo'lib olding. Ehtimal senin eganmi bundaq azadi o'yladi o'tamagan bo'libdi. Otlarını ye. Qara. Bu bidining issiq xushpuroqligini. Balkim sen ömür bo'yi bundaq yaxshi o't ko'plarni yemagan bo'libding. Hakim begim odamlarga qaraganda otlarni obdaroq boqadi ekan. Mana endi qo'sug'imni to'ydi, arduqni chiqarib oldim. Endi ikki eg'iz raq gap qilib, hammani qoyil qilgin. Ko'pchilik sening egangning zodi kimligini uqib baqsin. Jigit. Emirse at senin bo'lsa, atning qishig'i berib, uni yeshib olgin. Ma'qul. O'zi so'rayamay, atni so'rashni qildigan bo'ldi. Yaqila etak bo'lib, etaklar yaqqa bo'g'ini shu-da. Emirse atni siz o'zlari berib yeshib baqsizlar. Ma'qul. Bo'ldi, sen qaytib kel. Sen etingni 3 yil beqibmi o'zingga ko'ndirayapsan, ha? Bu ya. Ya. Endi uy qaytimiz. Rahmat efendim. Eşkallah. At rast sözünü aytib bo'ldi. Qani deb yiqinglar, at zodi kimniki? Andaqda bu yigit qandaq yigitga? Qazoqnim, o'zlaricha buni qandaq qilsak bo'lar? Bu kazzab o'g'ri ekan. Buni shariat qoidasi bo'yicha 100 dar urish kerak. Hoy, savob. Etmanglar. Hakim begim, o'zlaricha-chu. Men at dehqonniki ep ketaversin. Rahmat efendim. Ko'p rahmat. Rahmat. Cemaat, so'roq va hukmlar qandaq bo'ldi? To'g'ri oldu. Yaxshi bo'ldi. Qazoqnim, sizning yana deydigan nima gapdir bor? Men alaq. Bu Hakim begim, o'zlariningmi nima gapdir bor ekan? To'g'ri bo'ldi. Ha, jamoat. Davoni ishi tugidi. Qaysanam bo'ladi, ha? Qaytinglar. Yo'q. Yana ozroq ishimiz bor.
Mana taksir. Köpçülük kaytırlar. Anlap dururlar. Ben kazık sütüm bilen şunu eğlen kılınan ki. Ehtuna inavesiz. Doğru inanasız kaytırlar. Qaza xanım. Men hozir sorumda qozi. Qandaq sizga sizni qozi bo'lala? Bollar yarim onlar. Özleri birlerini istemem. Jamoat, tinish. Bu bir kichik yurt. Yuqorida viloyat bor. Tövende cemaat bor. Agar ahdinomi ijro qilinmasa, jamoat arz qilish huquqiga molikdir. U chaqda sizlarga yuqoridan berilgan jazoni qandoq to'siy olasizlar? Onun üstiga ikkilari qozi va hokim. Jazomu ig'ir emas. Ahdinomini ijro qilmasanglar, sizlarning gapinglarni kim anglaydi? Qaza xanım bilan hokim begim eshak ta'tir minib sazoy qilinishni ornumus bilsa 500 tilla to'lavasimi bo'ladi. Ammasa inovatga turishamlar yoki oqchig'imi? Buni o'zlari bir nim deyishadi. Nima desek bo'la? Bu 500 tilla. Qaraganda ikkilariga 100 avroydin oqchimoyimdek turdi. Andaqda ikkilarining yuziga qora surtib, eshakka ta'tir mingizib, ko'chada sasoy qilayli. Qandaq? Yarim Allah'ım. Ödülü kolayla. Emrini mi demem lan? Allah'ım. Sıldım ötünüp kalayla. Bizim yüzümüzde kısla. İşke kızga koysana. Allah'ım. Biz hatırımızda kısla. Biz öz hatırımızda koysana. Hem de ehle Müslüman aldı da setemez mi? Efendim, Moşi ikki zatqa azroq yüz xotir qilib qo'ysa qandoq? Ko'pchilik qandoq qilamiz? Qandoq bo'lsa darvozni qilib. Bu ishdan xabari va jamoat oldida yuzinglarga qora surtib, mushu o'ylining ichidala eshakka ta'tir mindirib, sazoy qilsak bo'ladimi? Sizlerden ötünüp kalay. Muşu iş sırtı çıkıp ketmesin. Bir yerde kanığı tükülüp tamaş kılıp alsanın meyli. Bu iş sırf çıkıp ketmesin. Ben sizlerden ötünüp kalay. Agar bak deganlar kep ketsa, hokim begim buni hech kimga demanglar deganda, ondan desanglar bo'ladi.